$995 Umra safariga borish sizlarga tavsiya qilsa nima deysizlar? Aziz obunachilar, 23-iyun kuni Xudo xolasa reysimiz bor. Narxini $995 qilib beramiz. Ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqib, hozir o'zlaringiz joylaringni bron qilinglar. Rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays orqali xavfsiz va mukammal umra qilishlikni siz aziz yurtdoshlarimizga tavsiya qilib qolamiz. Aziz vatandoshlar, Xudo xolasa biz sharoitlarimiz bo'yicha ma'lumot berib o'tamiz. Madina Munavvarada 100-200 metr masofadagi gastnitsalar, Makka Mukarramada 1 kilometr masofadagi Malak Al-Safo nomli gastnitsamiz. Xona joylashuvlari 4-5 kishilik. Xudo xolasa Madina Munavvarada 2 mahal, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Xudo xolasa Madina ziyoratlari, Makka ziyoratlari Qizil dengiz sayohat firma hisobidan va Ravza-i Sharifga ham albatta tashrifni amalga oshirasizlar. Bundan tashqari aziz yurtdoshlar, aeroportda kamzil, bejik, sumka hamda maxsus yostiqchalarni ham firma tomonidan bonus sifatida qo'shib beriladi. Inshaalloh 50 boshlarimiz birga borib, birga kelishadi. Xavfsiz va mukammal umra qilasizlar. Aziz yurtdoshlar, qaysi sanalarga yana reyslar bor? Vodiydan deganlarga 30-iyun, 7-14, 21-28-iyul sanalariga $1050 Farg'ona Jidda yo'nalishidagi Primoy reyslarimiz amalga oshiriladi. 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 iyun sanalariga Toshkent Jidda yo'nalishidagi Primoy reyslarimizni $1050 qilib belgilaganmiz. Aynan ushbu reyslarimizga bemalol o'zlarining joylarini bron qilsalaring bo'ladi. Ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqib, to'liq ma'lumotga ega bo'lishlaring mumkin. Nafaqat O'zbekistonda 12 ta viloyatidan aloqaga chiqib, Telegramdan pasportlar tashab, o'zlarining joylarini bron qilasizlar. Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikistondan ham bemalol aloqaga chiqib, o'zlarining joylarini bron qilsalaring bo'ladi. 5 kishi, 10 kishi ko'pchilik bo'lib bormoqchi bo'layotganlarga chiroyli qilib chegirmalarimizni qilib beramiz. Ekrandagi raqamlarimiz 24 soat xizmatda. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.